Vasiyatiga maza qildim. Kun qizigandan qizib boryapti. Shunaqa issiqdi kunida kanalda bo'yida joylashgan shu tapchanlarda o'tirishga nima deysiz? Oilaviy, do'stlar bilan, undan tashqari ayollar ham alohida gap o'tkazgani kelishi mumkin ekan. Bilyardlari bor ekan, karaokelar bor ekan, sauna ichida basseynlari bilan, tashqarida ham katta basseynlari bor ekan. Undan tashqari tapchanlar, alohida pastda xonalar, tashqarida xonalar, mana shu ko'rib turgan zaliylarning ichida bolalar uchun ham joy, undan tashqari ayollar o'zi ovqat qilish uchun ham joylar bor ekan. Undan tashqari yo'q, ayollarni ishlatmaymiz, o'zi dam olgani keldik-ku desangiz, alohida ovqatlarni ham pishirishib beraveradi ekan. Bunday salqin joyda manzilini eslatib o'tmasam bo'lmaydi. Hammaga ma'lum bo'lgan Andijon Paxtavod yo'nalishidagi Farg'ona kanalidan o'tgandan keyin 40 metrda o'ng qo'lda Tomariz dam olish maskani deb yozilgan belgi bor. Shu yerdan o'ng qo'lga qarab kirasiz. Kirganingizda Tomariz dam olish maskani deb katta binoyimiz keladi. Shu yerga kirsiz yoki sizga osonroq bo'lishi uchun Telegram kanalimizda nomerlar va lokatsiyalarni biriktirib qo'yamiz. Telefon qilsangiz yana ham sizga to'liqroq ma'lumot berishadi. Sizni shu yerda kutib qolamiz. Bemalol kelib dam olib keting.